Xo'p, xarajatlar haqida gaplashamiz endi. Nima xarajatlar qilyapman? Birinchi o'rinda Telegramdagi aktiv botlarga Phoenix Uz'ni kanalini majburiy obuna sifatida qo'shtiryapman va buni orqasidan men obunachilarga ega bo'laman kanalga. Keyin ularni 50% atrofida taxminan konvertatsiya qilaman, ya'ni olib qolib ilovani yuklab olishga undayman. Kanalni aktiv yuritish hisobiga. Xo'p, endi hisoblaymiz. Jasur aka bor bizda. $210 atrofida, ya'ni 2.600.000 so'mga bir oyga ulab beradi kanalni. Kuniga 2000 ta atrofida obunachi keladi. 1.5 ming, 3000 har xilcha, o'rtacha 2000 ta deb oldim va buni 30 ga ko'paytirdim. 2600 mingga bo'lganimda har bitta obunachi menga 43 so'mdan tushyapti. Konvertatsiyani hisobiga 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu sonni 86 so'm deylik, 100 so'm. Xo'p, keyingi aka bilan 2 millionga dogovor qilganmiz. 1250 ta o'rtacha keladi. Videolari topga chiqqanda 7-8 mingtagacha ham keladi dedi. Hali birinchi oy ishlab ko'rayotganligim uchun 1250 ta o'rtacha oldim va bunda bizda konvertatsiyani ham hisobiga olganimizda 100 so'mdan tushyapti bitta obunachi. Bunday videolarni yasashimizda konvertatsiya, ya'ni har bitta yuklab olishlar bizga qancha pulga tushadi? Keling hisoblab ko'ramiz. Deylik, kechagi statistika bo'yicha 50 ta profil, har biri o'rtacha 400 ta prosmotr olgan taqdirda ham bu hozircha har kuni yuritilganda ko'payish ehtimoli katta bo'ladi. Chunki mening mahoratim oshadi borgan sari. Instagramga o'zi juda ko'p tushunmayman, sekin o'rganib chiqyapman. 400 ta prosmotr bo'lgan taqdirda 2000 ta, 20 ming ta prosmotr olaman har kuni. Deylik, buni 1% skachat qiladi degan taqdirimizda ham 2 ta nol o'chib tashlasak ham $2 ga 200 ta yuklab olishga erishamiz biz hozirgi kunda. Bu degani bizga 1 sent degani. Har bitta yuklab olish 1 sentga tushyapti. Bizni kuzatib borishni unutmang. Like bosing, qo'llab-quvvatlang.